İştahınız açılıp ketdi bilaman. Kimchini 100% o'xshab chiqadigan to'liq retseptini joylayapman. Ishimizni karamni shundab to'g'rashdan boshlaymiz. Tuzlab, suv solib 2 soat olib qo'yamiz. Karamimiz tuzalguncha reklamni pauza. Agumuz yorilib, ishi darushkamiz ishini holaga qoldi. Men sizlarga shuni akvamarin bilan yuvib ko'rsatacakman. Akvamarin parashoklaridan solasizlardan qaynab turgan suvni solasizlar, ishining ko'piklar paydo bo'ladi. Keyin jasmin parashoklarini yuvib, ko'chaga sarib olasizlar, ishini oppoq ko'rinishga keladi. Akvamarinni uyingiz yonidagi do'konlardan so'rashingiz mumkin. Har xil variantdagisi bor. Agar birinchi marta olib ishlatacak bo'lsangiz 10 grammlik ham bor. Endi ishimizga qaytsakmi, 3 xil ko'rinishda kimchi etib ko'rsatacakman. Turibdan, no'sh piyozdan va karamdan. Bodringdan, oq turibdan atsangiz ham bo'ladi. Tuzlab olib qo'ydim. No'sh piyozni tozalab, kimchini kimchi etidan uklarini o'tib olamiz. Choppera, qizil bolgarskiy, chesnok, olma, piyoz hammasini doğrab solib olamiz. Oddiy burcham solamiz. Yarim barcha grammlarini opisaniyada yozib qoldiraman. Hammasini maydalab chopperlaymiz. Barcha sir asrorlar bilan o'rgatib turibman qizlar. Hech narsani gizlamadim. Bir idishga 2 qoshiq pirinch unini solib, 1 stakan suv solib, gazda qo'yiltirib olamiz. 5 minutdan ko'p turmasin. Pirinch unini topmasangiz oddiy un ham bo'ladi. Bir dana gashini shundab doğrab oldim. Chili sos soldim, paprika soldim, oddiy burch soldim, tuz soldim, 1 qoshiq shakar solasizlar. Xohishingizni ko'ra koreys tuz solasizlar. Aralashtirib, turp bilan aralashtirdim. Keyin no'sh piyozni aralashtirdim. Karamni suvdan siqib olasizlardan bir idishga solib, uni ham aralashtirib olasizlar kler bilan. 3 xil ko'rinishdagi kimchimiz tayyor. Buni ham bemalol qilib daromadga chiqishingiz mumkin. Sizdangina faqat like talab etaman. Shunday original retseptlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun menga obuna bo'linglar. 100% o'xshab chiqadigan retseptlar faqat menda. Sizlar bilan Xorazmganlik bo'ldi. Hammaga yoqimli ishtaha albatta tayyorlab ko'ringlar.